Ya'ni Maishiy Sariq Pitsa asoschilari tashrif buyurdi. Hozir sizlarning ishtirokingizda mana shu ochilish marosimini boshlaydi yaqin daqiqalar ichida. Sizlarga yaxshi kayfiyat, a'lo kayfiyat, Xudo xolasa mana shu yerlarga yaxshi bir niyatlarda, yaxshi bir istaklarda kelishni hammamizga nasib qilsin. Qani Samarqandliklar bormi? Rahmat. Assalomu alaykum yana bir bor do'stlar. Biza o'sha bizni eng yaxshi ko'rgan o'sha shahrimiz Samarqandga yetib keldik. Faqat afsonalar shahri va samarqandlik yurtdoshlarimiz juda eng zo'risini sizlar juda ham hurmat qilamiz va bugun mana shu Sarobola Pitsa Samarqand ochilishiga kelibsizlar va hammanglarni hurmat qilaman, yaxshi ko'raman. Oilaviy tashrif buyuribsizlar. Oilaviy kelganlar bormi? Sarobola Pitsa bu do'stlar oila bilan yana ham shirinroq va Sarobola Pitsa Samarqand oshigandan xursandmisizlar? Kelinglar. Endi do'stlar bugun mana qilamiz. Bugun ajoyib san'atkorlarimiz, aristokratlar jamoalar, mehmonlar juda ham ko'pchilik tashrif buyurgan. Biz bugun do'stlar birinchi bo'ladi-yu, lenta qirqishlarni qilamiz deb va keyin ijodiy qismiga o'tsak bo'ladimi? Bo'ladi. Bo'lmasan do'stlar bitta chiroyli musiqalaringizni qo'yasizlar, fanfarlar bilan. Hozir biz mana qayerga endi qo'yiladi endi? Bu yoq tarafdan qo'yamizmi? Bu yoq tarafdan qo'yamiz. Bu yoq tarafdan qo'yamiz. Do'stlar, men bitta Lais Miranda hamda Shampur asoschisi Bayan Alif taklif etaman, bitta gudroq sahnadan qo'yinglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Samarqandliklar. Hammalaringizga
rahmat. Bugun mana shu yerda to'planib turganlaringiz uchun, bizni qo'llab-quvvatlab, duo qilib turganlaringiz uchun kattakon rahmat. Minnatdorchilik bildiraman. Vaqtlarni ko'p olmaymiz. Biz lenta kesish marosimini o'tkazishimiz kerak. Iloji bo'lsa mana shu yerni bitta bo'shatib beringlar. Akalar, iltimos, sal orqaroq borib mana shu yerni bitta bo'shatib beringlar. Mana shu yerni. Lentalarni qo'yamiz, lentani ochib olamizda, shu bilan boshlavoramiz. Bo'ladi, shunaqa qilsak. Fursatdan foydalangan holda mana yana bitta sheriklarimiz kirib keldilar. To'xtang, bo'lmasa siz ham mana ham sheriklarni taklif qiling. Shunaqa qilamiz. Saribola pitsa sheriklarimiz do'stlar. Obidjon Nasriddinov, Diyorbek Bekjonov bitta qarsigilar. Marhaba. Ahmadjon Rahimov. Qaracha Ahmadjon talban ichida qolib ketdi shekilli, shu yoqda u ham. Diyorbek Bekjonov. Assalomu alaykum Samarqand! Jamila opamiz, sizlar bilan ko'rishib turganimizdan juda ham xursandmiz. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Bitta kuldirasiz qarsagilar. Rahmat. Lentamiz tayyor bo'lguncha biz davraga Bobur Mansurov janoblarini taklif qilamiz. Marhamat. Bobur aka, marhamat. Assalomu alaykum Samarqand. Qandaysizlar, yaxshimisizlar? Kayfiyatlar zo'rmi? Mana sariq bolani Samarqandga olib keldik. Endi to'g'risi sovchilikka birga bo'lgandik. Sovchilikka borib mana quda tomon bilan bugun birlashdik. Samarqandda mana buni qaranglar, 3 ta brend birlashdi. Sariq bola pitsa, Rais Mineralda hamda shampun. Mana shu 3 ta brendga bitta akalarga qarsa qilinglar. Gap yo'q, sovchilar yomon chiqdi, Obidjon. Yomon chiqdi endi. Bitta tomoni so'ngchilar yomonligi, dushman tarafda men borligim. Men Samarqanddaman, planimni hamma. Men ham tortdim-da, bo'lsa Samarqand bo'lsin akalar. Mana o'rtada men ikkita Samarqand bu yoqdan keldi. Albatta biz ham shunday qilamiz. Azim aka, kelingda yengillik qilamiz. Har doim biz ham yengillik intilganmiz, siz ham shunaqa. Mana shu lentani shu yoqqa qo'ying. Har doim eshik tagiga qo'yish shartmi? Keling, hammaga ko'rinadigan bo'lsin. Videolarga ham olasizlar, istoriyaga qo'yasiz. Mana shu lentani shunday qilib, nima deysizlar? Samarqand har doim boshqacha bo'lgan. Keling, bir boshqacha qilamiz. Bo'ladimi? Bo'lmasa sizlardan iltimos hammaning telefoninglarni yoqinglar. Istoriyaga albatta Saribola pitsalarni albatta qilinglar. Shahzod, lenta bilan qaychilarni olib kelinglar mana shu yerga. Do'stlar, yana bitta zo'r tarafi qaranglar. Bugun mana shu oldi qator bo'lsa, u nariyo yo'li nariyo balkon ekan. Balkon! Sizlar bilan qalban birgaman. Bilasizmi? Nimaga bu yoqlar balkonda ko'p odamga puli? Bilet qimmat bo'ladi, balkon arzon bo'ladi, kech ketdi. Bilet tegib. Lekin ko'rinyapmanmi sizlarga yo'li nariyog'i? Bolachalar sizlar bilan birgamiz. Ha, bu yoqqa ahamiyat beramiz. Bu tomonda ham bor ekan. Vo, nariyo taraf shar taraf. Bormaylar, voy, qoyil. Bugun shunaqa zo'r narsani tayyorlab qo'ydik do'stlar sizlarga. Sovg'alarimiz ham bor. Aytgandek. Oxirigacha turgan bizni mana shu yerdagi mehmonlarimiz, mana shu qatnashchilar uchun 2 kishilik Dubayga yo'llanma bor. Ucharbek tomonidan. Yo'q. Ikkita bemalol bilet, aviachipta, gostinitsa hammasi ichida 2 kishi borib dam olib ketdi. Oxirida ikkita odamga beriladi. Ikkita odamga beriladi. Endi o'yindan biror narsa qilamiz. Lekin 2 kishiga beramiz. BMW qancha BMW? Menga ko'p savol berishdi do'stlar. Saribola pitsa, Samarqandda ham kelib pitsa olsam BMWda qatnashamanmi? Albatta do'stlar, kelib 150 minglik xarid qilsanglar, oilaviy kelib, o'z bitta oilaviy kelib qo'ysanglar undan kam 2 karra bo'ladi. Qancha ko'p 150 minglik xarid qilsanglar, siz avtomatik ravishda BMWda ishtirok etasizlar va ilovamizni ko'chirib olinglar. App Store'ga Play Marketda Saribola deb yozsanglar, u yoqdan kuzatib borasizlar do'stlar. App Store'da bor ekan, shu yozgansiz chiqadi. Va nasib agar Samarqand yutib qolsa, Samarqandga olib kelamiz. O'zi yutib olmoqchi bo'lganlar bormi? Kim qatnashgan hozirgacha?
Yo, kamchilik-ku. Ya o'zi ham bor, harakat qilmasanglar bo'lmaydi. Nimaga deylar? Chunki Samarqand ko'chalariga bir shunaqa yarashadi. Lekin hozir bugun ko'pchilik bugun odam ko'p, qanaqa ichkari kiramiz? Tadbir so'ng biz 3 kecha ishlaydi, xudo xolasa bugun. Bugun kech ishlaydi, bemalol hamma albatta pizza tatib ko'radi, xudo xolasa. Xo'sh, qani lentalarimiz? Bizda lentalar emas. Qo'lda ushlab turinglar, qo'lda kesamiz, qo'lda. Chunki qo'lda kesmasa agar boshqachasi bo'lmaydi o'zi. Mana bizda davramizda bizda dolgoyimiz, orqamizda podelsha qilib, dol qilib turadigan akamiz Alisher akam tashrif buyurdilar. Alisher aka, marhamat. Kelinglar, qani. Endi bugun dollarni o'rnlariga o'zingiz bitta chiroyli dol qilib berasiz. Assalomu alaykum, hammalaringiz xush kelibsizlar. Ilohim boboronga tildisim, qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddarimizga hammamiz xush kelibsizlar. Rahmat. Bu qarsaklar siz uchun aka. Qani. Olib kelinglar. Olib keling. Keslashiga. Endi Azim aka mana qarang, biz test rejimida ishladik, bilasizlar? Test rejimida ishladik, shunaqa ko'p odam bo'ldi. Xatolar ishlandi. Endi Sarvora pizza rasman ochilishga tayyor. Svetlarimiz o'chmaydi, xudo xolasa endi. Endi tayyormiz. Tayyor. Уже ikki qavat svet o'tkazib qo'ydik. O'chmasa kerak. Qo'y. To'xtanglar, biz o'zimiz ishlaymiz. Boshqacha bo'lyapti, juda lenta. Bobur aka, siz ishlayman. Sakrat kesamiz. Quda tomonni bir erkalab qo'yaylik. O'zi Ichkilar. bu quda tomon, kelin tomonmi yo kuyov tomonmi? Shuni aytmadik-ku. Sochini rangiga qarang. Sariq. Bo'ldi, bizda mana nechta bundan bittami? Bugun asoschi bitta bo'ladi. Biz barcha podeshkada bo'lamiz. Bo'pti, sizlar qarshi chalinglar bo'lsa. Azim akamga Bobur aka ushlab turgan yaxshi lekin Sarvora pizza keyinchalik ushlab turgan bizardik demasa bo'ldi. Bo'pti, qarshi chalasizlarmi? Endi bitta narsa qilaylik. Bu tarixiy voqea baribir. Telefoningni hammaga chiqaringlar, bo'linglar. Kim Sarvora pizzani atmetga qilib qo'ysa, men o'sha like bosib chiqaman har bittasiga. Tayyormisizlar? Birinchi chiqar. Ikki. Sarvora pizza Samarqandda ochildi. Do'stlar, endi Sarvora pizza Samarqandda rasman ochildi va endi bugundan boshlab hammalarga eshigimiz ochiq. Pizzani dadasi faqatgina bir seni joy yo'lida sizni qalbingga kayfiyatni ko'tarib qo'ydim. Bu Sarvora pizza. Pizzani dadasi faqatgina bir seni joy yo'lida sizni qalbingizda kayfiyatni ko'tarib qo'ydim. Taste. Sarvora pizza. Masterclasslar bo'ladi Men ko'p ochilishlaringizda qatnashganman. Mana shu atmosferani yanada bundan zavqli qilishning iloji bor. To'g'ri. Bitta sizlarning maxsus qo'shiqlaringiz bor. Biza hozir o'zi aristokratlar jamoasini chaqiraman hozir o'zi. Agar tayyor bo'lsa, biz mana endi bu rasmiy joyini qilib o'tdik. Endi badiiy qismiga ham o'tsak bo'ladi. Agar tayyor bo'lsanglar. Bo'ladimi? Bunda do'stlar sahnamizga aristokratlar jamoasini taklif qilaman. Ketdi. Assalomu alaykum. Samarqand. Amo bo'lish uchun qo'lni ko'taramiz. Qarshingizda paydo bo'ladi. Hamma bu yoqda. Bola boshlig'iga tayanlar sizlar bilan bo'ladi o'sha aristokratlar endi navbat bizga bo'ladi keldi bo'lmasa kamchilik oldindan uzun bizda agina mavzu bizda agina gurgu onlik bolamiz ammo Samarqand o'ziga ketdi. Oh, so
Uyaqda bo'lsam ammo unda haqda ko'rsatib bizga aristokratlar bizda zerikmaysiz biz bilan aslo bizda gapni qilamiz bizda bari bo'ladi albatta tomoshalar sizga keladi mavzu aristokrati с нами комедианты с нами будет интересно Stop! O'zi hamma keldi. Rahimboy Muhammadani kemadim. Samarqandda qattiq. Gap do'stlar. Hammanglar ko'rib turganimizda biz aristokratlarga so'rashib olaylik hammanglar. Assalomu alaykum yana bir bor Samarqand yaxshimisizlar? Salomatmisizlar? Tabiatga qarang. Naqsmi shu? Naqsmi? Gap yo'q. Avvalambor assalomu alaykum barchaga Samarqandliklarga. Samarqandga 3-4 marta kelishim, bir marta Obidjon Nasriddinov to'ylarida Registon haqiqatan juda ham chiroyli Registonda aylanganmiz. Va juda ko'p do'stlarimiz Kattaqo'rg'onlik bo'lgani uchun Kattaqo'rg'onda ko'p kelganman. Mana hozir Saribola pitsa ochildi. Bundan-da bardavom bo'lsa, har bir viloyatlarda ochilsin. Endi tez-tez kelib turamiz, xudo xolasa. Tabriklaymiz Samarqand. Qo'ying. Endi bugun san'atkorlar, mehmonlar ishlab ko'p tashrif buyurgan. Hozir oriyada Ali Otajonov kiromayotgan ekanlar. Yordam bering, qani siz qo'lingizni ko'taring, hisob olmaymiz. Ali Otajonov o'tkazib olinglar. Xullas Ali Otajonov keling aka, siz kelyapmiz. Ali akalar ko'payib ketdi. Bizda originali kerak, originali. Hurmatli ishchilar, Ali Otajonov degan akamiz kelganlar. Qo'yib olinglar. Ali Otajonov. Bo'ldi, bugun odam juda ham ko'p. Gap yo'q, zo'r. Bu yoqdan ko'ryapsizlar, biz yaqinroq turib olamiz. Bu yo'qchi. Diyor ki har doimdagi bitta edi, vaqtdirmasa bo'lmaydi. Sen tanla bu yoqni. Menga mana. Bu yoqdan ham ovozinglar. Bu yoqdan qaranglar, boshqacha turibdi. Mana tarafi! Bu yoqdan qo'ymaymiz. Biza tarafda sharli ham bor kelamiz, ovozinglar! Va nari yoq taraf, bu yoq taraf Samarqandliklar bo'lmasizlar, naqmi shu. Gap so'z yo'q. Deyman, tojikcha gapirdim mana hozir. O'zbekcha tojikcha bo'ldim, vaqtida bordim. Endi kelinglar bitta chiroyli qo'shiqdan boshlasak, bo'ladimi? To'g'ri. Bo'ladi. Bo'lmasa badiiy sahnamiz markaziga Lazizxon Burgutxonov taklif etamiz. Kelinglar do'stlar, birgalikda endi raqsga tushamiz. Keldi. Assalomu alaykum hammaga, barchaga yaxshi tabriklar. Bugun to'y mahallada, bugun to'y dandana, kelib to'y to'yxonada o'ynab to'yga jo'ra. Muborak bo'lsin mana yangi baxtli oila. Tabriklar oqildilar sizga kuyov jo'ralar. Kuyov bo'lar barqaror sahnaga sizni chorlayadi o'ynagan kuyov jo'ralar. Kelin bo'lgan qayda yo'qingiz, yo'qga olsinga qachon ko'raman. Bugun to'y mahallada, bugun to'y dandana, kelib to'y to'yxonada o'ynab to'yga jo'ra. Muborak bo'lsin mana yangi baxtli oila. Tabriklar oqildilar sizga kuyov jo'ralar. Muborak bo'lsin
oila Tabriklar omadda sizga jo'nalar Hareket devam edemiz, hareket. Молодцы. Открывает двери без ключа. Налетели как саранча. Стал богаче, даже богаче. Раскидался как Джеки Чан. Тут такой красавчик, тут такой молодой. Музыку покупать мастер, музыку загнать отец. Чё так крути-пути? А, ты чё не борец? Ладно, тогда мы не будем. Вижу, ты тоже самец. Мне нашептала пташка, что я крутой агашка. Меня просят на махар, выпахну как айдаха. Восьмое чудо света это море по колено это легенда дискотеки это лучший запах века это Kimdi samolyot qo'yib sudamiz kimdi? Талантный бит, бер он же бандит. Шагаймыз темпнери, таки так сынаканда ағанды балам жоқта. Сезімді бейісті, мұндайды мажыққа телевизор тоқта. Ал сүнні білмейсің, бәрін білуттің бәрісіз. Мне нашептала пташка, что я крутой агашка. Меня просят на махар, выпахну как айдаха. Короче, Бека нас учит танцы, за ним охотятся папарацци. Бека авторитет гигантский, когда он шутит, надо смеяться. Учит всех нас, как подняться, надо сжигать соус спайсом. Лучшая комбинация, Бека это лучшая иллюстрация. Мне нашептала пташка, что я крутой агашка. Меня просят на махар, выпахну как айдахар. Yana bitta o'ynaymizmi? Yaxshi, faqat qo'shiq qo'yishdan oldin bitta narsaga iltimos qilardim do'stlar. Farzandingizga ehtiyot bo'linglar, xo'p, qo'lidan ushlab, chunki bu hozir adashib qolish mumkin. Agar momoda kimdir farzandi topolmayotgan bo'lsa, mana milliy gvardiya xodimlariga aytsanglar, bizga ismini aytadi, biz mikrofonda e'lon qilib yuboramiz. Faqat ota-onalardan iltimos qilardim, jana shuni kirishib ketib qolib, bolani qo'yib olib deydi, yo'q. Xo'p, shunaqa bo'lmasin-da. Shunaqa 3 yoshli bola yo'qolib qolibdi, ismini bilmayapmiz hozir. O'shanga kichkina bolani ko'rib qolsanglar, shunday milliy gvardiya xodimlariga bersanglar topishib oladi. Do'stlar, yoningizda 3 yoshli kichkintoy bo'lsa, milliy gvardiya xodimlariga shuni olib kelinglar mana bu yoqqa. Xo'p? Iltimos qilardim, farzandinglarni qo'lini qattiq ushlab olinglar. Xo'p? Iltimos, sizlar ota-onalar. Chunki odam juda ham ko'p topolmay qolasizlar. Agar momoda kimdir farzandi topolmayotgan bo'lsa, bu yerda murojaat qilsangiz, men mikrofonda aytib qo'yaman. Kelishdimi? Mana bu yoqda milliy gvardiya xodimimiz turibdi. Shunday tepaga ko'taringlar, o'zlari ko'radi mana. Ha, kichkina bolacha agar topsanglar, tepaga ko'taringlar. Mana bu yoqda akamiz turibdilar. Mana. Hopmi? 3 yoshli bola. Mana shu o'rtada yo'qolgan. Mana shu o'rtada yo'qoldi. Yoningizga shuni qarab olaylik, 3 yoshli bolacha yo'qmi? Mana shu kichkinami? Bu sizniki.
Bo'ldi. Bo'ldi. Xo'sh, do'stlar, biz davom etamiz. Do'stlar, hozir men bitta gap gapiraman. O'sha gap gapirganda keyin sizlarga buni o'tkazganda balandroq qarshilashib bera olasizlarmi? Bu Instagramga qo'yamiz, bo'ladimi? Respublikadagi obunachilarimiz ko'rib turibsiz, Samarqand singliklarimiz qanaqaligini kelishdimi? Bitta qanday baqirib berasizlar? Olishmadan bilib olishsa, bo'ldi. Bular Samarqandga borishibdi deydigan darajada o'zimiz ko'rsatib qo'yamiz hozir. Samarqand singlarga ko'rsatib qo'yaylik. Turibmiz. Voy, yo'lga qasdinglar. Voy, yo'lni, mashina yo'li bu yoqqa yetdinglar. Balkon. Xo'sh, do'stlar, tayyormizmi? Xo'sh, tayyorsizlar. Qarang, oltimi? Bo'lmay ot. Do'stlar, internetda bitta gap trend bo'lib ketdi. Oldinda ikkita yo'l bor edi. U yoqqa, yo'q bu yoqqa. Men uchaman dedim. To'g'rimi? Do'stlar, ishoninglar, ishoninglar. Bizning ham oldimizda ikkita yo'l bor edi. Yo'q u yoqqa, yo'q bu yoqqa. Biz nima dedik? Uchamiz dedik, do'stlar, Samarqand! Do'stlar, biz Samarqandda endi sal bo'lib bitta Samarqand o'zinglar. Buni endi hali kechmay Toshkent qaytayotganda montaj qilib, sekin Instagram qo'yamiz, like bosib qo'yinglar, xo'p? Endi bitta qo'shiq yana, keyin hali orada mehmon san'atkorlar yana ko'p o'yinlar bo'ladi. Faqat sizlar kayfiyatda o'tirib tursanglar bo'ldi. Bo'ladimi? Ketdik, Lansxon. Ana ketdik bo'lamiz. Yo'qlar. Ana o'ynaymiz. Hop, hop, o'ynaymiz. Qo'lni ko'tarib.
sizlarni qarsaginglar ovozinglar yetishmadi-da, shuning uchun qaysi bildirasiz qarsaginglar ovozinglar. Ha, borligimizni bildirib turamiz. Yaxshi. Lazizxondan akamizdan zo'r ashula eshitdik. Iltimos. Hop, saqlab turamiz. yana o'sha mavzu Fotimaxon degan kichkina qizalog'imiz yo'qolib qolibdilar. Milliy gvardiya xodimlarini oldida Fotimaxon sizlar oldinglarda. Ha, bo'ldi. Fotimaxon degan jajji kichkintoyimiz yo'qolib qolganlar va hozir ular Milliy gvardiya xodimlarini oldida, akalarimiz oldida. Shuning uchun otalari, onalari bo'ladimi? Kelib olib ketishinglar. Ha. Bo'ldi, nima? Mana bo'ldi, mana. Mana. Bu yoqdan kelib sekin olib ketishinglar kerak bo'ladi. Farzandinglarga e'tiborliroq bo'lib turinglar. Ichki ishlar xodimlari, Milliy gvardiya xodimlarini ishini qiyinlashtirmaymiz degan umiddamiz. Bir-birimizni tushunib zo'r qilib o'tkazamiz. Opajonlarim, akajonlarim, jigarlarim, taqsimlab tursak hammasi zo'r bo'ladi. Ey opajonim. Zo'r bo'ladi. Konsertimiz davom etadi. E'lon. Judayam katta e'lon bor. Harakat qilgan odam juda ham ko'p va ko'pchilik pitsa xarid qilishmoqchi. Hozir ichkaridagilarni chiqarib, keyin almash-barmashyapti. Endi konsert tugagandan keyin lekin hamma xudo xolasa ulguradi bu ichkariga kirgani. Hop, bizda hozir san'atkorlarimiz kirisha olmayapti bu yoqqa, do'stlar. Sana Asadbek. Biz ungacha bo'lmasa o'yin o'ynab turamiz, ha? San'atkorlarimiz bitta kirib olguncha o'yin o'ynab turamiz. Yigitlar, mana shu ichkaridan Ucharbekning yo'lida Ucharbek. Mana chaqiring Ucharbekni. Keyin kichkintoylarimizga bitta o'yin o'ynaymiz. Bo'ladimi? Bugun kayfiyatni ko'taramiz. Gap yo'q, shuncha odam keldi, hurmat qilib, hammalarni yaxshi ko'ramiz. Agar kamchilik bo'lgan bo'lsa, uzr, xo'p do'stlar. Bizni bunchalik bizani yaxshi ko'rishinglarni bilamanmiz, to'g'risi. Bo'lmasam 3 xil kiyib kelardim. Qizilda chiqardim, sariqda, ko'kda. Lekin shunaqa hurmatinglar bor ekan, rahmat. Bilaman, Obidjon Samarqandlik bo'lgan uchun keldinglarmi? Javohir Samarqand, endi his qiling keyin safar kelganingizda, inovatli. Lekin bitta narsa aytaman do'stlar, mana shu nechta ochilish qilgan bo'lsam, eng ko'p odam kelgani shu bo'ldi. Samarqand Omirazing. Yodinglar, zerikib qolmayapsizlarmi? Zerikib qolmayapsizlar? Yodinglar! Voy, yo'llar yo'q, zerikib qolmayapsizlarmi? Kamchilik uchun rozi bo'linglar, o'g'il, keyin safar endi bor. Sahnani azmiga kattaroq quramiz. Mana shu tepada bo'lsak hamma ko'radi. Keyin safar shunaqa qilamiz, xo'p? Keyingi yilga va'da beramiz, mana shu Samarqandda bitta qanaqadir katta shou qilamiz, xo'p? Tomda o'tkazamiz, tomda. Bo'ldi. Obidjon o'zi boshlovchi bo'ladi, tog'asi. Tomda qilingan boshlovchilik bo'ladi. Lekin Kelyaptilarmi? Hozir ichkaridan chiqish qiyin bo'ladi. San'atkorlar zamon chiqyapti. Mana shu kinolarda ko'rganmizmi? Shunaqa men o'zim 1 sekundga kiruvdim, yarim soatda chiqib keldim. Yangi oyoq kiyim kiyib keluvdim, mana oqarib bo'lib qoldi. Yaxshi, do'stlar. Endi. Xo'p, hamma tayyor hozir. Biza mana hozir bitta o'yinchi o'ynab olamiz, keyin yana hali ashulalarni davom ettiramiz. Bitta g'oya keldi. Obidjon aka. Hozir shu yerdan Samarqand shahrining qaysi nuqtalarida mehmonlik qilyapmiz? Siz yaxshi bilasiz. Mana to'xtang. Birinchi mana qilamiz, qaranglar. Samarqand o'zidan kelganlar. Samarqand nima deyiladi bu yoq? Shahar. Bo'ldi, xo'p. Bitta ushketsa, bitta ko'tarib olamiz. gap yo'q ekan. Ishqon! Gap yo'q. Mana Samarqandchimi? tak, ya, tira. Jontoymi? Voy, kichik o'zingiz kimsiz Jontoy? Arab xonami nima? Arab xona. Bormi? Xullas, Farg'onadan ham kelishdi. Farg'ona? Yaxshi kelibsizlar. Urgut! Voy, Urgut bor bizlar ko'pchilikga. Mehmonga Samarqand! Voy, naryoqdan yo'llanadi bitta akam aytdi. Urgut qo'llar ko'tarib, aka eshitibsiz ovozni. Bu yoqqa qarab ham eshitdi. Xo'sh, qani, Ucharbek chiqishmi? Hali chiqolmadim ichkaridan. Aytama, bor.
Uchardik. Odamlar orasidan chiqmayotgan bo'lsangiz uching. Hozir mana bu yoqdan chiqishyapti hozir do'stlar. Qarang, hozir o'yinni o'ynashimiz kerak. Bo'ldi. Bitta bilet berishimiz kerak. Hop. Dubayga yo'llanma 2 kishiga. Hop. Qanday o'yin o'tkazamiz? Mendan bir kishi o'tishi kerak. Shuni hayronman. Bir kishi yutib ketish kerakmi? Ha, mana shuncha odamning ichidan bir kishi. Hozir Sarbola pizzaga bitta video qo'yamiz. Samarqand. Kommentariy yozasizlar. Mana shu turgan hamma. Xohlaganimda qilib bittalingiz yutib ketadi. Bo'ladimi? Eng oson yo'li. Hozir men video joylashtiraman aytdim, biz ucha olamiz degan. O'shani joylashtiraman. O'zimga qo'ymoqchi edim, Necha deyman. vaqtdan keyin ko'ramiz? Ha. Beramiz. Azim aka, mana qilamiz, qarang. Azim aka, biz hozir post joylaymiz. Hozir 10 daqiqada post chiqadi. Ana shu postda kommentiga yozishadi. Samarqand oldi, xohlaganinglar. Va bir soatga vaqt beramiz. Tadbir oxirida kommentariyaga xohlaganimda tanlaymiz, yutib ketadi o'sha odam. Eng ko'p like yiqqanni. Eng ko'p like, bo'lmasam chiroyli qiziq gap yozish kerak shunday nima bo'ladi. Tamam, o'zlari topshirganda biz ko'ramiz, qaysi biri eng ko'p like yiqqan bo'lsa o'shanga beramiz. Beramiz. Bo'ladi. Keyin bo'lsa Jasurbek keling. Hozir sizga bitta video tashlayman. Mana shu videoni bilasizmi nima qilib oxiriga qanaqa muzika qo'yib pizza bilan live ura olasiz. Endi do'stlar, biz hozir mana 10 ta bola tanlab oldik, kichkintoylar, turinglar, telefoninglarga ishlaringlar. Turib olinglar 10 ta bola. Bo'ldi, hamma turdimi? Opajonim, ichki ishlar xodimlari, PPS xodimlari bizlar xavfsizligimizni o'ylab kelishgan. Bularga bo'lsam zarur emas, o'shancha hurmat qilaylik, iltimos. Yosh bolalardan ehtiyot bo'lamiz, do'stlardan, yosh bolalardan ehtiyot bo'linglar. Yosh bolalardan. Yoshlarni kattalarni chiqarib olinglar. Tanlab oldik, qanaqa tanlab oldik bu yoqda? Xohlagan qo'shiqlarni aytasizlar. Xohlagan qo'shiq bilan aytish bilasizlar. Xohlagan kim 3 soniyada jim bo'lib qolsa o'yindan chiqib ketadi. Bo'ladimi? Tayyormisizlar? Qo'shiq aytish bilasizmi? Kim aytishi bilmaydiganlarni chiqaramiz, o'rniga boshqasini olamiz bo'lmasa. Bu yoqda Sarvarbek qo'shiq aytish biladigan bo'lamiz. Chiqmang, sizga qilib oling. Bu yoqdan chiqing. Qo'shiq aytish biladigan bo'lamiz. Keling. Bu kamda yana ikkita oling. Siz qo'shiq aytish bilasizmi? Hozir o'zi tanlaydi, sizlar kelmaydi, o'zi tanlaydi hozir. O'zi tanlab oladi. Xo'sh, biz tanishib turamiz, ismingiz? Qanaqa bo'ladi? Rafiqov Fabi. Bo'lsiz? Sardor bo'ldi, mana tanishib oldik. Tanishib oldik. Xo'sh. Bundan chiqmaydi. Tayyor. Yana 3 ta bola keladi, to'g'rimi? Yana 3 ta bola. Kelinglar. Samarqand o'zini Jaydan Shustrov qo'shiq aytasizmi ekan? Молодец, ismingiz? Kim? Amal. Keling, yana bormi? Bo'ladi. Yana Samal. Yana 2 ta. Aka siz shu bo'y bilan nimaga tursam deyot bo'ladi. Sarar bormi? Keling. Keling otajonim, keling. Ismingiz nima? Doniyor. Doniyor, yana bitta. Hop, mana bu yoqdan tanlashadi. Sarorbek, yana bitta. Hozir olib kelyapti. Sarbola to'yishga sovg'a Bo'ldi, mana Jahongir oltita bo'ldi. Ismingiz nima? Shohjahon. Bo'ldi, mana bular tayyor bo'lib turibdi. Biz hozir anonim. Azim aka e'lon qilamizmi? Bitta e'lon qilsak, keyin bolachalar bilan o'yinni davom ettiramiz. Qani? Hozir qaysi o'yin ketyapti? Bu boshqa o'yin. Bu boshqa o'yin. Bo'ldi, siz buni oldin qiling. Biz hozir video joylashtiryapmiz, hurmatli do'stlar. Ana shu videoga xohlagan gapinglarni yozasizlar. Mana ehtiyot bo'linglar do'stlar. Itarmanglar,
itarmanglar. Stop. To'xtanglar. Tartibga rioya qilinglar do'stlar. Tartibga rioya qilinglar, iltimos. Orqadagilar iltimos itarmanglar, iltimos. Tadbirimiz davom etishini xohlasanglar, bo'lmasa biz tadbirni to'xtatib qo'yamiz do'stlar. Ha? Ana bu yerda nimaga bo'ladi mana bu yerda? Men qara yiqilgan bo'lsa. Mana bu yerda Ko'taring. bolani ko'taringlar bolani. Bolani ko'taringlar. Bo'ldi do'stlar, qaranglar, davom etamiz, ha? Faqat orqadagilar itarmanglar, bir-biringlarni nima qilsa, hurmat saqlasanglar oldinglarga. Endi, xo'p, video joylashtiramiz hozir. Sarubola pizzada video chiqadi. Ana shu videoga xohlagan kommentariy yozasizlar. Eng ko'p like egallaganga nima qilamiz? Marhamat, Bezaga siz o'zingiz e'lon qilib berasiz. Mana blok qilib qo'ygan ekan-ku. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Muborak bo'lsin. Rahmat aka, rahmat. Samarqanddagi birinchi qadamingiz qutlug' bo'lsin. Bundan zo'rlari, bundan bir nechtalari nasib qilsin. Xudo xolasa. To'yga to'yona deydiganlaridek biza sizni mehmonlaringizga, sizni obunachingizga sovg'a olib keldik. Zo'r. Ya'ni Dubayga 2 kishilik sayohat. albatta. Gapi 3,5 mingdan do'stlar Dubay 2 kishilik sayohat bo'ladi. Kommentariy yozganlar. Ha, Dubayga boradiganlar bormi? Qilaylik, qarang, 2 kishilik emas deb. Ikkita sertifikat qilganmiz, ikkita odam berdik. Faqat buni qarang, biz tadbirning oxirida kommentariydan ko'ramiz. Ungacha hammani vaqt bo'ladi. Bo'ladimi shunaqa qilsak? Bo'ldi. Hamma kirsin, kommentariy yozsin, like yig'sin. To'g'rimi? Like yigish kerak. Ha, kommentariy kim like ko'p egallagan? Jahongir Xo'jayev profillariga kiradi. Aynan o'sha yerdagi postda Yo'q, hozir pizzaga joylashtiramiz. Post chiqadi. Sarubola pizzaga bitta post joylashtiramiz. bo'lmasa Saribola pizzaga hozir post joylanadi. Kirib eng ko'p like yiqqan kommentariyaga Ucharbekdan bitta Dubayga tuda adratiga bilet. Uni faqat tadbir Polni tur paket. Azim aka, tadbir oxirida qilamiz. Chunki oxirigacha qolgan odam ana qilib ko'ramiz-da. Chunki qarang Azim aka yozadi-yu mashda. Oxirida aniqlaymiz, agar o'sha odam misol uchun shu yerda bo'lsa, direktda yozamiz, chaqiramiz. Agar u bo'lmasa-chi, boshqasi aniqlaymiz-ku, baribir o'shaga beriladi. O'sha profil egasiga beramiz. Beramiz, bo'ldi. O'sha profil egasi oladi. Bo'ldi. Hammaga tushunarli-a? Voy, Samarqand Dubayda mazah kelarmasizlar-ya. Bu meni ham sizlar yutib olinglar, xo'p, bo'lsa harakat qilinglar. Bo'ldi, boshladi. Ketdi. Mana kichkina Saribola pizza profiliga kiramiz. Oxirgi postda eng ko'p like yiqqan kommentariy. Yo'q, hali emas, hali qo'yilmadi. Do'st, hali yana bir marta tushuntir, hali montaj bo'lyapti. Qo'yilganda biz e'lon qilamiz. 10 daqiqa, 10 daqiqada qo'yiladi. Kendi bolachalar tayyormisizlar? Sarubola to'yisi qani? To'yisi ko'rsatinglar. Keling, Shohjahon. Ana, Sarubola to'yis. Bu Sarubola to'yisidan do'stlar. Ichida bilan kim olganlar bormi Sarubola to'yis? Ichida mozaikasi bor. O'shani yig'sanglar sog'ib yutib olasizlar. Televizor, xalatinglik hamma narsa. Yana bitta sovg'alarning chegarasi yo'q. Saribola to'yisi. Tugamaydi. Do'stlar, Sarubola to'yisi hamma joyda bor. Banglatib tashlaydi, sog'ib yutib oladi. Bo'lmasa kichkintoylarimizga bitta qarsanglar. Voy Samarqand! Qani boshlang, xohlagan qo'shinglar. Rahmat, bor bu qo'shiq. Nima deysiz? Ha? Suv qilyapsizmi? Qatti balandi. Bor bu qo'shiq. Onajon. Ha! Men bir nodon o'g'lingizmi? Voy bechorajon. Vaqtidaman ko'rolmadi. Ana. Siz ko'rsatgan yo'lingizni vaqtidaman bilmadim. Siz ko'rsatgan yo'lingizni Voy, boshqa ham aytsin. Onasini yaxshi ko'radiganlar bormi? Yuk, yo'q, chiqib ketasan. Bir, ikki. Qizchasi Captiva. Mening kuyovim Vahima. Vahima? Gap yo'q. Seni Captiva, meni keldi Xiva deydi. Xiva. Ha, Xivadan ekanda kelin bari. Qani? Borimda bor, yo'g'imda yo'q. Ketsan. Jo'ralar.
jo'ralar. Hasadoling. Jo'ralar. Uyimda bor katta divan, Rossiyada bordir Ivan, yig'ilganda kim tuba. Jo'ralar. 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 Obijon. Bo'lmasangiz buncha maraz ichingizda bordir g'araz. Aslida hammalaringiz hit. Jo'ralar. 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 Konsert bordiga bo'ldi. Endi yaxshi jo'ralar ham bor, yomon jo'ralar bir yo'q bo'lib ketgan jo'ralarga jo'natib qo'yinglar shu videolarni. Shunaqa jo'ralar bor, lekin Samarqand unaqasi yo'q-a? Shohjahonni qo'shig'ingizdan chiqib ketadi. Javob aka. Bitta e'lonimiz bor. Siz e'lonchisiz. Mana shu yerda Inoyatullo akam kelganlar. Hazrat, agar bizni eshitayotgan bo'lsangiz, Inoyatullo Andijoniy aka orqadan shunday o'ting, mana shu orqadan. Sizni kutib olishadi. Ha, san'atkorlarimiz tanib qolsang aytinglar. Bu yoqdan kiringlar, hurmatli san'atkorlar. Sizlarni kutyapmiz. Plyus tushib qoldi azmaga. Endi do'stlar, post joylandi. Kommentariy yozinglar. Sarbola pizza kirib post joylandi. Ketdi, davom etamiz. Hali hech kim yutqizmadi, xo'sh? Buni aytdingiz, bir, ikki, bormi qo'shiq? Bor. Bir, ikki yarim. 3 do'stlar. Ukam hamma energiya birinchi qo'shib ishlatib. Ukajon, mana senga to'y sizni qarsigilar. Xo'sh. Qani. 1, 2, 3 ukajonim senga mana to'y sizni. Qanday uyquzyapsan? Mikrofon. Sudan ko'tardim ko'za, ko'zalon, ko'za. Sudan ko'tardim ko'za, ko'zalon, ko'za. Ko'za yo'g'za qo'limda, yalala bobo, yalla. Ko'za yo'g'za qo'limda, yalala bobo, yalla. Gap. Zo'r ekan. Santa, Rostunna, hachinna. Gap. 1, 2, 3. Sizga ham. Bugun do'stlar, biz kichkina oilamizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Hurmatli ota-onalar, bugun yakshanba. Farzandiga vaqt ajratilgan kun, to'g'rimi? Mana qani? Uchimmi? Ha? Esdan chiqib senga bitta to'y bo'lsa jon, mana. Sog' bo'lasan. Qani, bizda final. Gaplashib o'tirsam. Voy-ey. Bunda terim bo'lib o'tirsam. Necha kirgansiz bunday? Yongilangda oshiqing bo'lib. Voy-ey. Yoylab o'tirsam. Bunda. Tabibim. Aha. Erkalatib deysan, Habibim. Pishibdimi bola? Bola tayyorim. Ye. 1, 2. 3 do'stlar. Endi sizga hozir bitta sovg'a berishadi, sizga ham sari bo'ladi. Sizga voucher beramiz aytgancha. Voucher beringlar, voucherimizni sizga hozir Sarobola pizzadan bir martalik 200 minglik voucher. Xohlagan kuningiz kelib ovqatlab ketasiz. Jasurbek, sahnaga keling, Jasur. Voucherdan oldin Komiljon Abdumalik degan yigitchamiz qidirilgan ekan. Komiljon Abdumalik sizni qidirishyapti. Milliy gvardiya xodimlariga uchrashing. Xo'sh. Hozir Qo'ya. Endi hamma tushungan do'stlar, oxirgi post mana bitta ko'rsatib qo'yinglarga, qaranglar. Mana shu bu yoq taraf, sizlar ham eshitdinglar. Yo'li yo'g'i. Sarobola pizza degan profil bor. O'sha profilga mana yangi video qo'ydik. Like bosasizlar. Kommentariyasiga, "Voy, 1400 kommentar yozdik." Qiziq gap, endi xohlaganinglar yozinglar. Eng like ko'p egallagan bitta odamga kommentiyasiga Dubai
nimaga chipta beriladi? Tunda obratda hamma tur paketlari bilan. Bu yoqqa lekin taniqli odamlar Sarvar yozibdi. Sarvar bermaydi. Unaqa ketmaydi. Oddiy motivatsiya. Xo'sh, qani sovg'amiz chiqdimi? Sobirbek. Mana. Mana do'stlar. Amal qilish kuni 10 kun 200 ming so'mlik voucher kelib bemalol bolalarni olib kelib yoki tabiiy bemor olib kelib, mehmon. Biroz qarsakinglar. Ukamizga joyingizga olsangiz bo'ladi ukamiz. Endi san'atkorlarga navbat bersak bo'ladimi yana? Kutib olinglar bizda. Sizlarni aytaman. Zudlik bilan bizning nimamiz bor, e'lonimiz bor. Abdullo 9 yosh, Pokizaxon 12 yosh, Ikrom 8 yosh. Mana bu yerda PPS xodimlari turishdi, Milliy gvardiya. O'sha Milliy gvardiyani xodimlari orasiga olib borib berilgan qo'llariga 3 ta bola. Shu bolani u yoqqa olib borish kerak. Ha, Abdullo 9 yosh. Milliy gvardiyani patriotni oldiga bordim. Milliy gvardiya patriot bo'lishda turibdi. Iltimos, mana shu yerda befarq bo'lmanglar. Bolalarni olinglarda mana shu yerga Milliy gvardiyani oldiga olib borib beringlar. Minnatdor bo'lamiz. Abdullo 9 yosh, Pokizaxon 12 yosh, Ikrom 8 yosh. Iltimos, hurmatli ota-onalar, farzandlarga xayrli. Shirina 9 yosh. Iltimos, befarq bo'lmaymiz. Bolalarni olib mana shu yerda nima bor? Milliy gvardiya mashinasi bor. O'sha yerga olib borib topshiramiz. Bo'ldi. Do'stlar, endi kelinglar bitta san'atkorga taklif beraman. Ismlarini aytaman, familiyasini topishinglar kerak. Bo'ladimi? Yoki qo'shig'ini aytamizmi? Sardor aka juda ham qo'shiqlarni biladilar. Kuni bilan tayyorlanib keldi, o'sha aytaman. Mayin yog'ib keldi yomg'ir, seni menga, meni senga uchrashtirgan yomg'ir. Mayin yog'ib keldi yomg'ir, seni menga, meni senga uchrashtirdi sariq. Jasur do'stlar, Jasur aka qidirilyapti. Yoshlari 30 dan oshgan. Oranglarda Milliy gvardiya xodimlariga olib kelinglar. Jasur aka qidirilyapti. Mana Jasur aka topdik. Mana Samarqand. Osmon yig'lar to'kib
I'll never stop.